shu atrofdagi iftorlik qilib beradigan va bizni iftorga aytadiganlarni va boshqa viloyatda bo'lsangiz ham o'sha uyingizda iftor qilib beradiganlar, shuni shu fikrda bo'ling. Umuman kim bo'lsa hamda shuni chaqirib, yedirib, dabdababozlik qilmasdan, balki nima qilaylik? Xarajat shaklda 4 ta, 5 ta, 10 ta oilaga bo'lib tarqatib bering. Eng zo'ri shu bo'ladi. Eng joyi shu bo'ladi. İftorlikka kirsangiz 90% bunaqa menga o'xshab tuymasi uzilib ketadi ekanlar o'tiradi. Ko'ynak tor deb berishadi. Yo'q, ko'ynak tor emas. Ko'ynak yelka tushyapti-ku, tor bo'lsa. Nimaga yelkasi tushyapti, bag'i tushmayapti? Sabab 70-80% qorni ichib ketganidan ovqat yo'rib, jigari kasalligidan emas. Ovqat yo'rib, qorni ichib ketganlarni chaqiradi, u ham kirib olib nima qiladi? Somsa o'xshamabdi, palan o'xshamabdi. Chunki kishim 3-4 so'm pullari bor, somsaning ichida piyoz yo'q deyiladi u kishim. Shunga iftor qilib berasizmi? Chiqib olib, iftor o'tachi bo'ldi. Jig'ildoniga qul, nafsiga qul, birovni dasturxonni yomonlashdi, o'rniga duo qilib haqqiga, vijdonsiz.